Yurtimizda bahor shukuh kezmoqda. Latofatli qizlarimiz, munis opa-singillarimiz bahor chechaklari yanliq maftunkor. Farg'ona shahridagi 3-sonli akademik litseyda bo'lib o'tgan tadbir ayol borki, olam munavvar deb nomlandi. Milliy kiyimlari o'zlariga yarashgan bu qizlarni marvarid donalariga qiyos etmoq mumkin. Tilaklari yoshlikdayin sof va beg'ubor, ularning har biri o'ziga xos va betakror. Ular kelajak yaratuvchilari, mehr, oqibat va qadriyatlar targ'ibotchisi desak adashmaymiz. Baxtli hayotimizning munavvar kunlariga fayz bag'ishlaydigan xotin-qizlarimiz bilan har go'sha obod. Ular baxtli bo'lsagina, chehralarida rizolik kayfiyati ko'rinsagina, jamiyatda barqarorlik hukm suradi. 8-mart Xotin-qizlar kuni arafasida tashkil etilgan tadbirda akademik litsey o'quvchilari bahor va ayol madhida so'z aytdilar. Millat ayollarining ezgulikka esh vafo timsoli. Zulfiya xonim hayoti va ijodi aks etgan sahnalarda yoshlar ulug' ijodkorning vatan, millat va ayol haqidagi eng go'zal she'rlaridan o'qidilar. Salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qirlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Zulfiya xonimning har bir satridan, har bir misrasidan mana shunday samimiylik ufurib turadi. Shunga hamohang bugungi ijodkorlarimiz ham ularning ijodidan ilhomlanib she'rlar yozishmoqda. Litsey o'quvchilari tadbir doirasida boy ma'naviy merosimiz, an'ana va qadriyatlarimizni o'zida aks ettirgan teran fikrlar bilan ham qatnashdilar. O'zbek she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan Zulfiya xonim ijodidagi an'anaviy mavzular, sadoqat va muhabbat, bag'rikenglik va do'stlik g'oyalari haqida o'zlarining samimiy mushohadalarini bildirdilar. Yozgan insholarida shoira ijodini keng tahlil eta olgan o'quvchilar taqdirlandilar. Jamiyatning ma'naviy rivojlanishi uning ayollarga bo'lgan e'tibori bilan belgilanadi. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarini qizlarimiz bitirib, hayotda o'z o'rnini egallashi, oqila va go'zal uy bekalari bo'lishi, shu bilan birgalikda jamiyatda biror bir faoliyat yurgizishlari uchun biz ustozlar mana shunday tadbirlarni ko'proq o'tkazib, qizlarimiz bilan bahs-munozaralar o'tkazib, tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Aslida ayol zotiga ehtirom bu millatga ehtirom, kelajak yaratuvchilariga bo'lgan mehrning ifodasidir. Qizlari shodimon, ayollari baxtli, onalari xotirjam yurtning ertasi nurafshon, kelajagi porloq bo'ladi. Kulgulari jarangidan ko'ngillar yuksaladigan, muhabbatga to'la qarashlarida samimiyat balqigan farishta kelbat munis va anislarimiz latofat timsoli bo'lib, baxtiyor kunlarimizni nurga to'ldiraveradi. Ko'klam eng avvalo onalarimiz, chehrasi guldan rang olgan latofat egalarini siylaydi.